Keyin yana bitta sentrafugamiz olib kelganmiz. Bu necha yerkali sentrafugamiz 4,5 metrli. Qashqadaryoga kelganmiz arabalari bilan, injektorlari bilan. Trenddagi rotorimiz 3 kW 4 kW motor qo'yilayotgan. Xudo xolasa buni ham yurgizib ishlatib beramiz. O'zimiz elektrimiz ham, yuvuvchimiz, ustonovchimiz ham. Kimga shunaqa sentrifugalar kerak, aloqaga chiqib ko'rasizlar, chiroqli yasab beramiz. Xudo xolasa rivojlanishda o'zgarishlar ancha kuchli. Lislar qalinlashgan, patronlar suninlashgan. Motorlar ham yangi motor, eski motorlar qo'yapmiz. Eski motor rossiyskiy qo'yamiz, yangi motor Xitoy motor qo'yamiz. Shunaqa zashtalari bilan, machonli zashtalari bilan chiroqli qilib beramiz. Kim shunaqa sentrifuga kerak, aloqaga chiqib ko'rasizlar, o'zimiz o'rnatib yurgizib ishlatib ko'rsatib kelib beramiz. Narxlari ham arzon narxda, $4,000 dan $6,500 qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar. Hammalarga rahmat. O'rnatib yuribmiz, xudo xolasa o'rnatyapmiz. Nimadir deb qo'yasiz, nima deysan? Bizni apparat olasizmi, olishmasinmi? O'zing ustonovga qilib berasanmi? Ha, O'zbekiston bo'ylab gapiryapman deb qarab tur. Ha?